Andaki bizdeki yana bir tor betimiz var uyg'uremergency.org'da. Bunu ben bilan ish qilayotgan bir ziyoli hukumiz boshqarib menvatıdır. Uygurinfo.org ni mandırıştın burun o asas orunda tuğan. Biz uygurinfo.org mandırgan iken ani yenilemedik. Tekrarlaşıp kaldı iken de o da tor betim var. Anından başka yine alayda türlenme kılımız. Bir tür ma yakında kalan işler yakında bir Facebook'ta iyan toplaş verip Uygur yarış için Türkiye'de okuşta kinip kalan, torda dersleşikte kinip kalan Uygur balalarına tablet veriş için iyan toplaş işini yapardık yakında. Bir haftanın içinde $12,000'dan köprek bulucu kıldı. Bana Facebook'tan muhat geldiği vakti sizler Uygur Project Fondi Amerika'daki tapavetsiz teşkilatlarının içindeki şu Facebook'ta iyan toplaştı en aldın orun turduğun 5% kırdınlar bir xat geldi bana. Hoş ettim ben. Şu bir haftanın içinde $12,000'dan köprek pul kirdi. Hazır Uygur yarığa bivasta iyanı kılınan tabletler 30'a yakın badi. Ma biz toplagan pulga 50 tek tablet ağıl olurdu. Aşağı kılıp 80'e yakın okuyucularınki tablet meselesi ağıl olurdu bununla. Onundan başka yine biz yine tünögün ki ben özüm çıkan videoda tılağan bir deklat var. Xitayca yazılgan Xitaylarınki Şarkı Türkistan'da 71. yılının mabeyinde yürgüzgen ırkı kırgıncılık asmasiya siyasetlerindeki umumizlik bayanı. Bu otor yazılan bir deklat var. 200 betten köprek. Biz bunu Xitaycadan İngilizceye tercüme kılışka yerden kılatımız. Aslında ki çıkımını götürüşte. Muştak alayda türlerini bunu kimi kılımız. Şuna iş kılıp uygulaşın iş kıyıtıp iqtisadi qiyinchilik tufaylidan qilolmay qolgan qarindoshlar aloqalashinglar işte aloqalasanlar u bizniki Uyghur Project Fondiniki ish qilish doirasiga kirdiganlar ish bo'lib qolsa ham biz uni muvofiq ko'rsak biz yordam qilamiz. Yuqorqisi man tizimlab olgan biz qilgan ishlarniki bir xulosasi ehtimol tushib qolganlar bo'lishi mumkin, lekin ortiq yerlari yo'q deb o'ylayman. Baqilar rahmat. Sözlük yana ayarları diyor ki bir adım Mehmet, mikrofonu sal ağzına yukarı akılış imkaniyeti var mı? Ağzını bak üzüp çıkmadı. Kompüterim sal konuşuyor kanka. Geldi. Ağzı drap oldu desel yukarı sözlüsen yaxşı ki. Oldu. Şu arkamda yapıldı. Xulas qo'shimcha degan chog'da nima degan chog'da bizni qilayotgan ishimiz kuchni to'plab har yerlarni har bir bizni uyg'urlar yordam qilay lekin qayerga qanday qilib ishlash qila olmayman o'sha savollar borku yani demak agar bizga bir odam yordam qilay ben pul yordam qilmayapti lekin uni qayerga yordam qilmayman desa biz uni yig'ib şu kerakli şu yordam ehtiyoj projekt yoki bir odam ishlaymiz. Yani bizning qilgan ishimiz o'tirliqdagi bir vositachi o'rni turdi. O'rgan. O'zimiz qilgan projektimiz bor, lekin uni boshqasi ham ishda. Masalan, tam Türkiye'deki bolalarga o'rdim darsi ehtiyoj bo'lgan shu tadbirlar kerak bo'lg'achqa Facebook'dan yani. Bunun uchun birisi yani bu pullarni bir hafta ichida $13,000 degan bu oson ish emas. Bu yani nemin bulduğu gençler var bir sergikamda naviti. Sanki yeni bir sosyal şu bizim hazırlıkta millete kadar uğrandıcı. Bu milletle biz özümüz tutarımızak ya başka bir yerden kılamayırken diyen bir konuşatma çukur oldu. Şunun olarak bir adıkta bir ilah olarak göre yaptırsam önce eğer her bir Uygur da bir şey halaydı. Benim pulum yok ama küçüğüm var. Aklım bağlıdıysa bizim yani karşı almış. Yani biz bir teşekkür güzel gerek. Mesela sizin tılınızda artışılığınız olsa biz tılına ihtiyaç bulursunuz. Tercümanlık işini kullanmayın. Onda çıkamam ki ben kardeşler yardım kılalamazsınız. Erkamdan bizim project fonda alaklaşmalar. Bir tercüme kılgan işlemler aydınlar. Eğer ben iqtisadın battıya alarak iqtisadın battıya bu pulunu ben kimi bir işini üstünde olmalı şey kılamayım dese oldu. Bu bizgi evesanlar bunu okşaş bize gereklik. Hazır bizden davarımız bizim Uygurların mevcut için en gerekli kolayla işletimiz. Ki bu organda
bu yalqızlıkta biz hozir Erkam degandek 5 odam bordi tushganmiz. Biz 5 ming faqat endi kundalik ishlarni o'rlashtirish proyektlarni planlashtirish. Bundan keyindan aytib cho'ng Uyg'urlarning o'ziniki biz o'sha xohlasan kelib yerdan qo'ygan bir aql ambari bor shu Uyg'urlarning o'ziniki kamlarga yaqin turadi bu aql ambari. Yani ularni shu bir to'p ziyonlar. Bunda bo'lgan uchun biz bu millatning ishi hozir hissiyotlar bo'lmaydi. Masalan biz ko'rsam shamda yapsam shamda o'tirib emas. Aql bilan ish qilgan vaqt keldi. Shunga talash tortishimiz bor. Biz hamma talash tortishni bir vaqt qilmaymiz. Bunda bo'lganki qaysi talashda kimning gapi hozirgi vaqtda biz uni hal qilish tegishli bo'lsa shuni hal qilamiz. Hal qilishga tegishli hozir vaqti bo'lmasa o talash tortishlar tursin, uni keyin shu vaqtga hal qilamiz. Shunga buni hamsiga aql ketadi. Bu project foundation bo'lsa ana shunaqa axırda müştaq bir ortaq ko'z qarash kelib, bu ishlarni tuzib aqlimiz bilan sistemlik misol bo'lmaydi ekan degan Uyg'ur ziyolilarininki to'planish bilan medan keldi. Erkin o'zini aytib chiq ko'rsatib qoldi. Men ba'zi hayron qolmay bir kuni 24 soat vaqtini Erkin o'zim balkim 40 soat ayrim vaqtni o'qimayman. Biz hech qilmaymiz. O'zimizning kendimizdan. Balki Erkin o'zi bo'lsa dunyodagi eng boy oliy tadqiqot bir ishxonasi degandek darslar masal ishlaydi. Bu yerda ishlab turib yana o'ziniki vaqtini uyg'unlashga chiqaradi. Shunga bizga aytgan chog'da bu Amerikadan o'zimiz tilayotgan bo'yi bizga kuch beradi. Amerikadan o'zimiz faqat biz tushsa bo'lmaydi. Shunga buni har bir Uyg'ur Amerikada bilimiz kerak, o'yinish kerak. Hozir biz çok yüksek derecede özümüzden yapılmalı. İşte bu yüzden kısmı gerek. Eğer bunu da yapmayı yapmayacaksa hocada akıl balığa erişik gerek. Başka bir yerde ben hazır koşmuş kılım şu. Uygur Project Fondi bu şimdi akıllıkta bir iş arkası meydan geldi. Biz Uygur için iş kıladık. Ben de oturucu adamlarga eğer sınıf planım olursa olsa bu çok kollayımız. Ben bizden bir project yolluğu ben aşağı bir olmak istedim diye Uygurlar olurdu. Siz aklınızı yapıyorsunuz iktisadını yerim. Biz onu teşkil ediyoruz. Yani bu bizdeki kulaklaşlar. Ama bir şey koşuyor. Rahmet. Nima rahmat Tash Mehmet. Nima dağınıkam yan bir işini bir koşum tepkiyi. Abetin degan kitaplarning ichidagi Qamoqdagi ruhlar degan Abdulla Ayub inimiz yazgan kitap. Buni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilishda bir ommaviy harakat shaklida qilib baqdik biz maqatim. O 300 bettekken o kitap onu eğer bir adamga 20 betten taqsim qilsak onu bir 13 kadar gidedikken adam gidedikken şunu men chaqiriq qildim o'zimniki matlik videosida chaqiriq qilib bizim kitap tarjima qilgan adam lazım deb meniki nishonim 13 adam tepishdi. Başını chaqiriq qilsam men bilan 26 adam aloqalashdi. Şunun bilan uni dastlabki 13 odamlarga taqsim qilib qolganlarni zapas qilib qo'yib keyin oraliqda 4-5 ta odam qilolmaydigan bo'lib qoldi. Ularga zapaslarning ichidan saplab degandek mushta bir ishni qilib baqdik. Meniki bu gapni deyishimda men intayin suyundim. U qislar chet elda hayot intayin jiddiy o'tadi. Chet eldagi eng qisqa narsa vaqt. Nurg'un oilalarda vaqt qiyinchiligi bor, yetishamaydi. Lekin maoshni qilgan vaqtida shunchalik qarindoshlar bo'ldi men qilib beray deb bir qismlarniki Uyg'urchani yaxshi emas, ashtaq bo'lsin men bir qilib boqay deb o'tirib chiqdi. Hozir endi Google tarjimani bo'lgandan keyin men ularga dedim oldin Google tarjimani qilib yetib uni Uyg'urchadan inglizchaga. Ondan keyin shu grammatikasini o'ngishga qasam bo'ladi deb. Ashtaq qildik, endi hozir ashtaq qilib hozir oxirida endi rasmiy kasb ahliga tahlil qilyapmiz uni pul berib. Chiqib bu yerda demoqchi bo'ldim Uyg'urlardagi pidokorlik bir qism kishilarga davomli qaqshaydi Uyg'urlar uxlayotdi, aytyapti, qilmaydi deb. Ammo agar qilgan ishingiz to'g'ri bo'lsa, chaqiriqni to'g'ri qila olsangiz, o ishni chuqur qilib bo'ldi. Bu birisi mening deb qo'ydim. Ikkinchisi Alloh har bir insonga bergan qobiliyat intayin zo'r. Buni nurg'un insonlar bayqamaydi deb ketadi bu dunyodan. Bayqamaylarmikin. Agar ubdan tashvish yapasanglar, bu dünyadaki milletlarniki taraqqiyot ahvolini selishtirib tashvish yapasanglar, qaysi davlatniki taraqqiyoti eng zo'r bo'lgan bo'lsa, ular Alloh bergan qobiliyatni har bir kishi
eng yuqori derecede cari kıldıgan kişiler, milletler. İntan çok münasebeti var bu kişiniki. Muş işini bilmey iki tatlı adamlar pek köp. Şuna ben üzerimdeki şu hayatımdaki bir nişan neymi dese bir adam zaten kancık işini kılalaydı. Aş bir köstü bakay degen bir aştaq bir nişanım var benim. Meniki yan bir nişanım batı bunu sizler bildirsizler. Aş otur mektep, ali mektep vaxtımda tikli bağlan nişan. O neymi dese başkalar kılalağa işini uygulamış çoğum kılalaydı. Başkalar kıp bakmağa işini uygulak kılalaydı degen nesli ispatlayman degen nişandı. Meniki yan bir nersem bir adam zaten kancık işini kılalaydı ki. Aşını kişiler men qatqaşlar arqılı kürüvasan degen nişanım var. Bunu tuni qıttım qılgılışım benim degen. Lekin hazır endi millet pek eğir künü qap qaldı. Aşta boğaşqa her bir adam zaten mende neyim var? Mende qancha qabiliyat var? Qancha vaqt var? Aşının içinden qancha qismini millet üçün sarf qılatıman. Men üzerinin iktidarını, vaqtini en yuqori derecede işlete aldım deb o'ylab baqsadayım. Buniki millet sifatidagi bir misali yapılıqlar Taş Mehmet obdan biladi, Taş Mehmet doktorluqni Yaponiyada o'qigan. Hozirmi Yaponiyada kech soat 10 bo'lmaguncha shirkatlarning chirigi o'chmaydi. Ular ashta ishlaydi. Shunga meniki chet eldagi qarindoshlardan kutilgan bir orzuyim shu. Bir o'zinglarni bir dansab baqsan. Menda nima bor, qancha qobiliyat bor, qancha vaqt bor. Ben bunu neler işledim ben. Çok işlettim bu da. İstirap yapıp gitmişsin, eketmanlar onu goğu şüpheti. Kaç %'ini işledim ben de bir oyunu baksanlar. Rahmet. Siz bu benim ismimiz ayet yapalım. Ben onunla biraz hepleşken edem boğaçka şunun divetişime doğru gidiyordu. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de tus'alunna yevme idin alinna diyen bir ayet vardı. En ahirde size yani bu dünyadan verip ahirete bağa vaxtında nimetin mesuliyet cevap olarak tartılısılar. Diyen ayet nengisi yaşımızın kıpelle diyende sizin bunu yazan kitaplarını biz nait kategoride okuduk. Hazır çetelin nurgun ailelerinin üyülü var. Ve kendisini burun tordu ilan bu kitaplarını. Mesela Yahudların kandak bu halet kilergellikine Yahudilerin üzünü saklap kalıp en ahirisi mi şu milli devletine kandak kuralgallıkına onun başka Germanların ki kandak bu sanatta Avrupa'nın ki birinci orunga kelgilgenge okşaş bu misallar arkalı size bir Uygur cemiyeti de uygun iş peyda kılgan ama afsus ki o hareketinin ki vatandik ayağı çıkmay kaldı karandaşlarımızın ait kıyın ahvalda çetelge çıkalıqalarımız mı biz neçmin Uygur'un işiden bir edemki nisbul aldı bu mu Cenab-ı Allah'ın ki bizge belki en çok soğutu ben şahsen şunda oylayayım hemen ya Avrupa kelimeye olsa belki bu sohbeti ulaştıramağım bulattık bu mu meninki ben üzerime her vakit oylap kalan vatanda hazır bulap kalan olsa ben Allah burun oylap bulduğu adamın birisi de biraz öyle dini sahne adamlar zaten 2016'da lager kirketten. Lakin çetlerge çıkandan kimi biz meyli Avrupa'da yaşayla, meyli Türkiye'de, meyli Asya devletlerinde her devlet yaşamak kalanın ki Cenab-ı Allah belgen nurgun imkaniyetleri var da. Şunun aşkı biz bu imkaniyetini cari kıldır alırsak biz çokum bir küllerde bizim milli devletimizin kurumuz, millet sütümüzde kaydını baş kütürümüz. Eğer biz işencine yokup koyan külümüz zaten Allah-u Teala'nın ki inek ayetleri var bu doğruluk. Allah'ın rahmetinden, meri şefkatinden ümidini üzgen kişiler bula Allah işemeydiği adamlar diyen doğruluk. Şunun aşkı sizin ki bu çakıraklarını emniyetleri bilen icra kılıvatılar. Yine bana tesir kıkanım şu mesela Facebook'un kelgen yardımlarını en bir adam 5 euro iyanı kısmı sili bunu hatırlap bana dikerlerdi de buna aitti. Mühim meselesi silige belge adamlar bu erken sıdakakimiz bunu uyakla işletirdi de bunda fakat oynamaydı çünkü silahın bir hizmetleri var muhkem. Buna ihtiyacları yok. Bayan de ötkende Uygur Project'te işlev atkan demeyli de şu projektine rüyat çıkarıp men şunun bir taşın astığına mı kulağımda koyayım şu vazifeni özel bir kişilik nime söylen iktidarın cari kıldır hep bana diyen 5 eden bir yere girişim var çok işlendi.
Ularga ben şahsen bir Uygur buluş tutumundan her vakit ben müşahedeme üzerine rahmetimle minnettarlığımı bildirme. Ahırda şu Uygurlar jurnali ben hakikaten bu jurnalını okuma veya eşik bulamadım. Birinci sandın başlayıp birinci sandı körep mangan. Hazır bu H5'lik üçlük 18 sanı ketide. Doğru. Bu asayiş emas, onun üstündeki o tehrir var. Hele yani ben bazı okudum kılımı hem de makalını okumasam mı? Tehrir cihetin isil süpette chet elden eşirkmanatlığa jurnallarını ki içinden hem de hele yaxşı süpet işilmatı desek buludu. Muşaktının bir toxtulup ötken bolsun, yani kuluda kalem tutqanlarımı nemin qalaliş gerek. Veya ki bir tehrirleş hizmeti değil. Veya ki hem de muş jurnalının ki belki sılının ki nemeleri eğer imkanları olsa belki destek çıkımı makul değiştirir mümkün meselenin de. Şunun Uygur cemiyeti bunun kollaşıp doğru gidiyordu. Okuyduğu adam gerek. Muşu bir ceryanı kısaca xolasılap andı programımızı ayaklaştıramazsak. Buludu. Aldılan bir dep koyduğun gepim bir Uygur Project Fondu'dan Taş Ahmet inimizden ikimizden çıktık meyge. Heyet azalardan, kadrlardan yine tüteden bir çıkamadı. Ondan başka bizning aqımızda nurg'un namsiz qahramonlar bor. Nayt küçep ishlab nurg'un vaqt, zehn, nasrin sarf qilayotgan qahramonlarimiz bor. Ondan keyin xuddi maqatimki yan to'plashda ko'rilgandek shu Uyghur Project Fondiga namsiz holda pul yani qilayotgan qarindoshlarimiz bor. Men bilan aloqa qilishdi bular. Men millat uchun ish qilamadim. Hozir oshkora oldi o'tirib chiqolmayman. Ota-onam vatanda, yani meni bilib qolsam Allah kiritib qoladi. Ama iqtisodiy yordam qilsam degan qarindoshlar bor. Sizlarga ko'pdan-ko'p rahmat. Millat uchun ish qilishningki yo'li bak ko'p. Iqtisodiy yordam qilish Uyghur Project Fondiga muhim birisi endi. Biz ham odamlarni o'tirib oshkora chiqqanlar demaymiz. Har bir odam o'ziga mos keladigan yo'l bilan millatga xizmat qilsa bo'laverdi. Shu bir yo'l, buni bir deb aytdim. Yana birisi hakikaten Uygurlar jurnali mazmuni qarab baxsanlar, bunun ichidagi tarjimonlik, yozish, salmon egalaydigan narsa xil ko'p. Bir qism qarindoshlarimiz o'zlari yaxshi yozgan yaxshi maqolalarni o'rgatib qo'yadi. Agar muvofiq bo'lsa jurnal chiqarsanlar deb. Biz u yerdan chiqaryapmiz, bir qismini tarjima qilib, aytib chiqaryapmiz. Endi hozir shu jurnalda ishni davomlashtirishga ehtiyojimiz bor. Qo'lida qalam to'xtaydigan qarindoshlarimiz qalam tartib bersa. Yana birisi Uyghur Project Fondininki haftalık video programmasi. Ben hep aşağı abayatını tilga olmaptım bence bu. Şunu tıkaptı ben keçiyorlar. Uyghur Project Fondininki haftalık videosu var. Bu da hazır başkan diyakı to'xtatmay çıkırvatımız. Onun nurgun ketvatıdı. Onun asasi cihetin pidayla kıvatıdı. Biz azraq birlam qarindoshimizga yordam qilyapmiz azraqdan. Bize qilgan yordamlarimiz hamisi bozor bahasının yerimi. Bozor bahasının yerimi deganim agar qilgan ishga bozor bahasida 1000 lira maaş bir şey çıkıp qalsa biz 500 lira birimiz qolgan o'zini sepalanda. İşte şunu buna bak şu hozir mana shu Uyg'ur axborot markazining artık videosiga Naiti millatga umid akiladigan, millatni harakatlantiradigan, qo'zg'aydigan mushtaq bir maqola yozadigan odam lazım. Mushu sohada qo'lida qalam to'xtaydigan qarindoshlar bir o'ynab baxsanlar, agar mumkin bo'lsa yozib bersanlar, uni videoga ishlatib, keyin jurnalga buncha qilsak bo'laverdi. Lekin bunda qarindoshlar Turkiyada bo'lib qolib, bu ishlar uchun ozroqcha agar iqtisodiyotdan yordamga ehtiyoji bo'lib qolsa, onu biz qıpırışga tayyor. Şuna bu qarindoshlar mushtatlarda qo'lidan keladigan qarindoshlar bir kuchapagan bo'lsa. Rahmat. Doktor Taş, sizningki qatib qo'ydigan so'zlaringiz bormi? Ben ovozni yetib qo'ygandim. Albatta, ben suhbat bo'lgandan keyin ozroq nima qilay endi qo'shimcha qilay. Ben suhbatga ishonchninki gap bo'lib qoldi. Men yaqinda amerikalik bir muzikant tarjimondan aloqa qilishibdi. Men qanday qilib ularga yordam berishni qilib beraman. Men mana bunday qilgandim. Ularni to'g'ri izlandim.
Desem bu adam yaş vaqtida shundoq o'ziniki bilan do'stlar bilan jahon kezib ekan. Chada shu bizni vatanlarga shu dunyo meri safar qilib, tutash safar qilgan. Shu o'zing safardan hamsi o'zing blog yozibdi. Yozibdi anarken bu yozgan chada hamda shu Mongoliyadan boshlab oxiri shu O'rta Osiyo yana Qozog'iston, O'zbekistonga qaytibdi. Shu yo'l jarayonida bu bulamshada iqtisodiyotni yaşayan ekan, malbaylıqı, azan yerler turib, safarlar qilgan. Aşı jarayonda buni yozgan tildan aytib, xom material tuzilmasi, ya'ni o'zingga tarkiblik qilishni men qo'ldanib keldim. Yo'qsam bu Mongoliyada kamerasini yutibdi, o'g'irlab. Xitoyda o'smirga aldamchi vaqt o'tdi. Axlarnikiga bilim az qo'shilib, omiz xoqilib, Xitoylarning odatlarini hammasini. Anarken ürün çıkan jada ürünçülükki kadrlar, bular yurtdagi odamlarimiz onlaynni barmaqlar. Yo'g'irlar hamda terrorchi, askeri qattiq qilgan insonlar debdi. Keyin shunlar bular cho'mbazaga berib shu yerdagi tinchlik qotgan shu o'g'illarning to'pini chiqargan ekan. Shunchalik do'stona, mehribon, oq ko'ngil odamlar uchradi. Adamlar bularni ko'rib, laviyat muzik chasar, insanlar tansa, atrofga o'lishibdi, bular sal dastlab ansirab keyin qarasa, hech qanday bir nima yo'q edi. Taklif degan narsa yo'q-da. Bu insonlar shunday qiladi, yordam qiladi. Ularga eng ta'sir qiladigan narsa nima desa, shu shunday qilib issiq bir to'nod bilan chiqib bir manigis gapdi. Kechqurun bu qarashga uni topolmadi. Anki bir uyg'ur bola bularning gapini tushunib, bu narsaga shunani doyan tepirab, qilmoq yo'l menib, bir navayxon boshlab berdi. Başlapasa o navakan taqilib ketgan to'q. Anki bu bala ularga mushtaq tushundirganki u navalar bo'ldam sizlar uchun yig'ib beraylik deb ayrim yan to'ni qiz deb yedi. Nayiq. Uni yaqqandan keyin shunlar bular ayrim qildi ham chiqib olam deb aytsa. O'xshash bor. Hech qanday narsa o'zgarmabdi. Faqat bularga shu anki bularga yo'l boshlab balo qilsa, u bala bilan ishim bor deb hech qanday qilamabdi. Ular hayron qoldi buni. Yani şundalıqı təsir. Çünki yerine ötüb Qazaqstan çıxsan aldamçılıqlar, Özbekistan sahası, yani şundaq işlər, ya da aktivizmdə işlər, xas işlər yox. Naqsı bizning vatanda bular hech qanday ishlar yo'q. Bu 2008-yil ishlar. 8-yil ishlar. Yani bu yerki demakchi biz Uyg'urlar hozir qirg'inchilik uchrayapmiz. Biz qirilyapmiz. Biz qirilib ketish kerakmi? Tarixda nurg'un millatlarcha qirilib ketgan, tarix bitim uchragan, biz ishlarni qattiq kirish kerakmi? Gençler, bence biz odak kılmayız. Biz yo'qolib ketgan bir millat emas. Çünkü biz hozirgi erkin kamratgan shu ishyanchi bizning millatimiz. Biz shunday bir millat bo'lib yetib bo'lgan. Shu millatning ichidan erkinsizlikdagi ishlar, ishonch odamlar chiqqan. Nimishga degancha shuna bir millat bo'lganlik uchun. Hozir Xitoyning ichidan chiqqan Xitoyda bu innovat krizisi ig'ir. Yani bularni chet elda ish qilayotgan odamlar bo'lsin, o'ziniki chet odamlar bo'lsin, bu hech qanday innovat yo'q. Mayli u ziyoli qanchalik o'qigan, qanchalik mashhur bo'lsin, lekin bu xalq innovatsiyasi bo'lganligi uchun, bu odamlar innovatsiya qiladi. Ham bu yerda uchun erkin sudaq bu innovat bor degan chog'da uniki yilsizda shu innovat bor. Chunki shu millat shunday innovat bilan bu dunyoga kelgancha. To'g'ri biz cho'qim saqlanib qolishimiz kerak. Chunki biz uchun haqliq. Bu meniki taklif qildim, bizniki non-profit organization Project Fondi erkinsizlikdan baş bulup kurduk. Şu innovat bizning shu yuzimizning kelgan paytda azdirish davom etadi. Shunashqa biz yana bu ishni davomlashtira olamiz. Uyg'ur Project qurildi. Undan keyin bizni shu innovat bilan o'zimizning mulkimiz bo'lgan shu ishonchni yana davomlashtirib boramiz. Bu meni qo'shimcha qildim. Sizlardan aytganlar. Ya yaxshi gap bo'ldi. Erkinka o sizlar bir yılın aldıda İngilizce bir muhatabiyeti alayan tilde chet elliklar bizden Uyg'urlardan men Uyg'urlar nima qiltirma degan savol to'g'riliq birinchi, ikkinchi, uchinchi degandekcho. Hakikaten men bu ba'zi duch keldim. Mendan shundaq men o'zim yashayotgan davlatdagi chet elliklar mendan so'g'a vaqtida men temtirmay sizlar shu tizgan tezislerimninki bir kısmı deb berdi. Mesela biz turvatkan devletdeki medya sahasından hareketlendiriş, parlamenterlerge xat yazış,
deganga o'xshash sohalar hammamiz uchun muhimkan. O'sha haqida bir agar eslarda bo'lsa shu jumlalar qisqa to'xtalib bergan bo'lsalar. Shu hozir bu savol yana so'ralyapti-da. Shu oldimizdagi 27-yilda men Yembriya bilan suhbatga qatnashmoqchi inglizcha. Ularniki temiz asosiy temisimi chet elliklar Uyg'urlarga nima ish qilib beradi hozirgi vaziyatda degan. Shunday endi. Shu bu to'g'ri o'ylashga boshladim. Men endi o'zim bilan bilishayotgan ziyonlardan so'rayman bu temada. Hozirgi vaziyatda qanday qilish kerak degan. Endi bu o'z davlatiniki hukumatiga, masalan parlamentiga besim ishlatishniki roli bo'lyapti yaqinda. Misollar chiqdi buniki. Masalan Kanadadagi Uyg'urlar aktivlik bilan parlament adamlar bilan hamkorlashib, ularni Uyg'ur do'stlar deb guruh qurib olib, ular bilan ularni birlashib, oxiri Kanadada Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosati irqiy qirg'inchilik degan masala ustida Kanada parlamentida bilet tashlashga opadi bular masalan. Yaqinda Gollandiyada mı bo'ldi bu ish? Gollandiyadagi ishdimi shu Uyg'urlarniki va Uyg'urlarning atrofidagi Gollandiya fuqarolariniki o'ynagan roli intayin cho'ng. Hozir endi Avstraliyada bo'lmoqchi 15-da o'xshash ish. Undan keyin hozir endi BDT'ga besim bo'lyapti hozir. BDT'ga zodi shu Sharq Turkistonga tashirish umidi aytish kerakda. Besim bo'lyapti ular hozir BDT'dami, Yevropa birligidami bu vaqtki paranglar boshlandi hozir. Andiki Xitoymi buni tayyorlayapti. Xitoylar qanday qilib yolg'onchilik qilib ko'z bo'ylaganligi haqida tayyorlashni bilan boshlayapti. Masalan, lagerdan qo'yib bergan odamlarni qaytadan akirib, bularni chiroyli, yaxshi maktablarga akirib, qaytadan tarbiyalagan bo'lib tayyorlayapti bular. Tashkilotlar kasbimizni ko'rsatamiz deb, lekin eng vahshiy ish bo'layotgan yerlarni kuzatmaydi bular. O'sha boshqa bizniki menimcha bizniki birdagan taklifimiz yanılam shu chet eldagi Uyg'ur do'stlarga o'zlariniki birsi medialar bilan ko'proq ko'rishib, ularni uchur bilan ta'minlash. Bu biz Uyg'urlarga qilsak, bular o'ziga yon besib davatidi deb xil ishlarni desakmi, ishonmaydi bular. Ashta bo'lganlik uchun masalan men shu o'tirib qo'yayotgan ishlar 2 yildan keyin aran g'arbniki medialarga chiqyapti. Menlar emas, burun masalan Mashal Uyg'ur guruhi chiqargan doktorlar bor inglizcha. Shu yerda o'tirib qo'yilgan masalalarmi amdiraq o'tirib chiqyapti. Yaqinda bu Uyg'urlarni ishkiriga yetkazishniki, Uyg'urlarni asmasiya qilish va Uyg'urlarniki yildizni quritishni maqsad qilganligini haqidagi narsalar endi oshkorlandi. Lekin bu gaplar agar diqqat qilsanglar 2018-yildan keyin Mashal Uyg'ur guruhi tarafidan e'lon qilingan gaplarning hammasi. Endi o'tirib chiqyapti. O'sha bo'lish uchun agar aşı gaplarni biz demay, chet elliklar desa, Uyg'urlarning chet ellik do'stlari desa, uniki roli boshqacha bo'ladi. Uni media tezroq qabul qiladi, lekin har qaysi davlatlarniki hukumatlar tezroq qabul qiladi. Shunga menimcha bundan keyin bir degan taklifimiz shu sohada bo'lsa, har bir davlatdagi fuqarolar o'z davlatidagi hukumatga va medialarga besim ishlasa yoki ularni uchur bilan ta'minlasa, undan keyin chet el hukumatlari birlashib Yevropa Birligi va BDT'ga besim ishlasa, shu orqali eng oxirida Sharqiy Turkistonga bir kuzatish yoki tekshirish umidi berib, ahvollarni haqiqiy egallab chiqmaguncha Uyg'urlarning masalasi bo'lmaydi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Yahudilarniki qirg'inchilikka uchragan ishlari to'g'riliq doktorlar chiqib turgan ayni vaqtda, lekin hali ishonmagan. Keyin hamma ishlar bo'lib berib tashlagan vaqtida hayron qolgan. Uyg'urlarning ahvoli mening farzimcha unindimi vahshiy. Ben abiyetin Uyg'urlarga nüfusiyatın ziyan çoğun emas dedim. Meniki bir yerde 60% boyunca. Lekin Xi Jinping'in planı Uyg'urlarniki 3'ten 1 kısmını öldürüp tüketiş. Bu bek köp san bu. 6-7 milyon adam bu. Aşağı bu başka bizdeki bu tehdit işine ketkini yok. Şu an muşlarını halkarağa kabul kıldırış cihetlerde şu çeterdeki Uyghur dostların aydı, mühim rol oynadı da böyleyim. Yine bir şu çetelde üzümlü çalışan devletlerde
en mühim bolğany Uygur dostlarını tepip kısak şu cemiyetdeki adamları öz etrafdagilarga bu bizning meselemizni anglatsa buna ait önem yaxshi bo'ldi ekan. Doğru. Men shaxsan men bu da'voga anchalar his qatgan adam emas. Lekin shunaqdan ba'zi do'stlarim bo'ldi. Qaysi shularning da aloqali sen bu Uyg'ur davosiga qanday kirib qolding deb so'rasam, ba'zilar deya ben falan vaqtida shu Fukuniyat o'qigan vaqtida Uyg'ur do'stim bordi. Bek yaxshi odamdi. Falan voyak deydi falan vaqtida men Qashqarga ya Urumchiga borgandim. Uyg'urlarning shunday yaxshiliklarni ko'rgandim. Shu bek ta'sir qildi ekan. Shundan buyon shu Uyg'ur davosiga kirib qoldim deganlarni anladim. Demak, biz az demay etrafimizdagi bir adamga bo'lsa-mu, yaxshi o'rnak bo'la olsak, yashayotgan davlatlarda bo'libmi, g'arib ellarda cho'qim buningki natijasini ko'ramiz degan ishonaman. Ana shunday qilib bugungi programda qimmatli vaqtlarni chiqarib, Erkinka Tosh ikkinlar menga mehmon bo'lganligingiz uchun ko'p rahmat. Sizga ko'p rahmat Ukan, mushta fursatni berganingizga. Bu programni YouTube'ga chiqaramsiz, video qilib. YouTube'da hozir jonli yayın bor, YouTube'ga ulayaptim. Mundaqdan yaxshi bo'pti. Yaxshi bo'pti. Yeni açkan boğazka adamlar köp emas. Bizda chiqib qo'yadi uni Ukan. Bu zonaqda men bu Uyg'urlar Tor jurnalining adresini kinoq chiqarib qo'ydim. Yana ishlardan boshqa gap so'zlar bo'lsa, bizlar o'rtoqlashsa. Bo'ldi. Ko'p rahmat Ukan. Naydi yaxshi program bo'ldi. Bo'ldi, rahmat Yetaqon and Erkinka. Chapachi qo'tsizlar. Allah razı olsun. Bo'ldi, arzimaydi.